Men shunday ash turishida olib bitta klapanni bo'ldi, ketaman. Mana shuni olib qoluvdik. Motorda qaltirash bor akalar, lekin klapan 100% kuymagan. Lekin mana shunisi ozgina xira bo'lgan. Bular endi pirchatga tekkan. Shu ikkitadan ham ozgina gumonimiz bor. Mashina общий kilometri bo'ldi. Общий yurgani 50 ming, 50 mingdan 30 mingini gazda bosib o'tgan. Obunachilar, kuzatuvchilar tashlab ketishgan. Endi bizga kelguncha bu mashina ham zaslonka, paslonka 300 ming, 500 ming, 400 ming sarflab yurilgan. Oxirgi elektrikga borib turib, aka shunaqa holat tez bo'lib qolyapti deganda shu klapanni bitta ko'rsating. Diyodi ochdi. Aka, mana mashinangizni ochib qo'ydik. Xudo xolasa holatni ko'rdingiz. Endi tezlashtirib yurgizishga harakat qilamiz.